Aliment qarzdorligi davlat tomonidan to'lab berilishini bilasizmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, hozir yaxshi qilib tushuntirib beraman. Bunday foydali videolarni doimiy chiqarishimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlang va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Demak, Vazirlar Mahkamasining 427-sonli qaroriga asosan aliment to'lovlar jamg'armasi tuzilgan. Siz ushbu aliment to'lovlarini aynan ushbu jamg'arma hisobidan qoplatib olishingiz mumkin. Demak, bunda siz nima qilishingiz kerak? Bunda agar sizda aliment to'lovlari bo'yicha qarzdorlik yig'ilib ketgan bo'lsa va umuman undira olmayotgan bo'lsangiz, tegishli tartibda davlat ijrochisiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. MEP mas'ul xodimi esa sizning murojaatingizga asosan aliment qarzdorligini jamg'armadan undirish bo'yicha qaror qabul qiladi va uni 2 ish kuni davomida jamg'armaga yuboradi. U yuborilgan sanadan boshlab 2 ish kuni davomida jamg'arma sizga bu pullarni to'lab beradi, ya'ni tashlab beradi. Bunda eng asosiy talab shuki, aliment to'lovchi aliment to'lashdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak. Mana shundan keyingina siz ushbu to'lovlarni jamg'arma hisobidan qoplatib olsangiz bo'ladi. Mana bu videoda aliment to'lovchini qanday qilib ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortirish bo'yicha to'liq tushuntirish berganman. Albatta ustiga bosib to'liq tomosha qilib oling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosib, boya kelishganimizdek kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni esa barcha tanishlarga yuborib qo'ying.